Bizni mashinamizni pepeslar rasmga olyapti. Nima deyishar ekan? Lekin qoidabuzarlik yo'q. Aka. Assalomu alaykum. Qani ostanovka? Mana ostanovka shu. Nima bo'libdi? Qani ostanovkalik? Ostanovka? Ha, uni so'rashaylik. Ha, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bular qani bizam bilmayman yo'qligini. Syomka qilib tursan maylimi? Ha. Ostanovkaligini nima bilasiz, belgilayapsiz? Mana ostanovka ko'ryapsiz. Nima bu prosta avtobus to'xtashi mumkin, lekin ostanovka degan belgi qani bu yerda? Ostanovka degan belgi? Ha. Qanaqa ostanovka degan belgi? 5-12 yo'l belgisi qani axborot beradimi? Ostanovka-ku bu. Ostanovkaligini nima bilan siz ko'rsatasiz? Avtobus to'xtaydigan joy. Xo'p, ostanovkaligini nima bilan siz belgilaysiz? Avtobus kelib to'xtaydi. Yo'q, qarang-da, biz siz bilan samimiy suhbat qilamiz. Siz ostanovkaligini nima bilan siz belgilaysiz? Ostanovkaligini? Ha. Mana shu ostanovkani. Yo'q, bunaqa zdaniya tursa bu ostanovka deyilaveradimi sizlar? Ostanovka mana odamlar turibdi. Ostanovka degani 5-12 yo'l belgisi bilan ta'minlangan bo'lsa, o'sha ostanovka bo'ladi. Yo'nalishli transport vositalarining bekati bo'ladi o'sha. Ha, bu yerda qani unaqa qilishadi? Transport bekati-ku. Yo'q, qani belgi? Qani? Qayerda turibdi unaqa belgi? G'ay chaqiring iltimos. Ha. Ay, siz tushunmayapsiz, huquqiy tushunchasi yaxshi odam chaqiring menga. Ostanovkaligini menga dokazat qilib bersin. Ostanovkaga ko'ryapsiz. Ha, bizni mashinamizni pepeslar rasmga olyapti. Nima deyishar ekan? Lekin qoidabuzarlik yo'q. Aka. Assalomu alaykum. Qani ostanovka? Mana ostanovka shu. Nima bo'libdi? Qani ostanovkalik? Ostanovka? Ha, uni so'rashaylik. Ha, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bular qani bizam bilmayman yo'qligini. Syomka qilib tursan maylimi? Ha. Ostanovkaligini nima bilan siz belgilayapsiz? Mana ostanovka ko'ryapsiz. Nima bu prosta avtobus to'xtashi mumkin, lekin ostanovka degan belgi qani bu yerda? Ostanovka degan belgi? Ha. Qanaqa ostanovka degan belgi? 5-12 yo'l belgisi qani axborot beradimi? Ostanovka-ku bu. Ostanovkaligini nima bilan siz ko'rsatasiz? Avtobus to'xtaydigan joy. Xo'p, ostanovkaligini nima bilan siz belgilaysiz? Avtobus kelib to'xtaydi. Yo'q, qarang-da, biz siz bilan samimiy suhbat qilamiz. Siz ostanovkaligini nima bilan siz belgilaysiz? Ostanovkaligini? Ha. Mana shu ostanovkani. Yo'q, bunaqa zdaniya tursa bu ostanovka deyilaveradimi sizlar? Ostanovka mana odamlar turibdi. Ostanovka degani 5-12 yo'l belgisi bilan ta'minlangan bo'lsa, o'sha ostanovka bo'ladi. Yo'nalishli transport vositalarining bekati bo'ladi o'sha. Ha, bu yerda qani unaqa qilishadi? Transport bekati-ku. Yo'q, qani belgi? Qani? Qayerda turibdi unaqa belgi? G'ay chaqiring iltimos. Ha. Ay, siz tushunmayapsiz, huquqiy tushunchasi yaxshi odam chaqiring menga. Ostanovkaligini menga dokazat qilib bersin. Ostanovkaga ko'ryapsiz. Birinchi apreldan kamera. Yo'q, urib ketsa, siz protokol qildingiz degani bu jarima to'laydi degani emas-da. Biz protokol qildik degani bu jarima qildik degani. Yo'q. Anaqasi bilan rasmi bilan boradi shu odamlar. Yo'q. Unaqa deyilgani emas. Shunaqa deyilgan. Yo'q, unaqa deyilmaydi. Va sizga aytdik. Siz bilan kitob o'qing. Siz bilan gaplashdik. Siz kitob o'qing. Qo'lingizda kitob turibdi. Nechinchi sonli qaror bu? Siz bilan gaplashdik biza. Sizni ostanovka zaprishonda turganligingizni. Siz qarang, nechinchi sonli qaror bu qo'lingizda turgan kitob? Sizga ogohlantirish berildi o'sha. Ha, ogohlantirish beryapsizmi? Siz oldin huquqbuzarlik qilmaganimchi bu yerda? Men qilmadim-ku huquqbuzarlik. Mashinangiz turibdi. Ha, xo'p, to'xtang-da, siz to'xtang. Siz nimaga tushunmagan narsangizga siz kelib turib siz ogohlantirdim deyapsiz? Sizni rasmi ogohlantirib nima qilamiz? Ha, siz tushunmaysiz-ku siz yo'l harakat qoidasini. Nima deganingiz? Siz o'qigan nechi sonli yani qaroringiz? Bu 373 olgansiz, 172 mi bu? Mana ko'ring. Ha, nechi? Keling. Qani chiqing. Ha, aka, men bu kitoblarni o'qiyverib, zerikkanman 172, 370. Men qarorlarda har bittasini o'qiyman, aka. Qayerda turasizlar o'zi? Farg'onada. 2018-yil aka, bu 370 bo'lib yotibdi. Bular уже o'tib ketgan aka, bularda o'qilinmaydi hozir.
Ha yo'q aka, ular ular hali 172 sonli qaror bor-da, bular o'sha bekor bo'lgan qo'lingizdagi kitoblar. Ha jon aka, mana uni o'z kuchini yo'qotgan. Mana meni qo'limda yangisi bor shunda. Mana aka. Mana. Keling. Yo'q, 2022-yil 2022-yil 12-aprel 172 sonli qaror bor bu yerda. 194 ham bo'lgan ekan-a, juda Kim? bu xodimlar Mandami? talablar. Yo'q, ular o'sha bekor bo'lgan. 194 bu xodimlar talablar bajaradi. Hozir siz talabingizni bajaryapmanmi? Talab Noqonuniy ish qilganim yo'qmi? Siz hozir kelyapsiz, ogohlantirdim deyapsiz. 183. Ogohlantirib nima qilamiz? Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bayonnoma rasmiylashtirdim demayapman. Yo'q, tushunmayapsiz. Sizni ogohlantirish. Men qoidabuzarlik qilganim yo'q. Siz qanday meni ogohlantirasiz? Ana astronomga Tushunmayapsiz. Siz oldin menga 512 yo'l belgisini qo'yish kerak. Keyin bu yo'nalishli transport vositalarini bekati bo'ladi. 8 sutka ham olgan ekansiz. Yo'q, men tushunmayapman sizlarni. Umuman qoidabuzarlik emas bu. Ha, tushunmay qolaverasiz. Demaynaqa narsa. Qoidabuzarlik emas bu. Tushunmay qolasiz. Gai chaqiring. Men chaqiraymi? Qiling 102 ga. Nima bo'ldi aka? Hozirda gai kelsin, gaida oldida biz siz bilan gaplashamiz. Yeting. Qoidabuzarlik emas bu. Nima tushunmayapsizlar? Ismingiz nima edi aka? Muhriddin otam. Muhriddin aka. Aka, mashinani olib qo'ying. Muhriddin aka. Sabab? Mashinani Mana qarang, qo'ying. Akajon, siz tushuning. Huquqbuzarlik emas. Sizni ogohlantirib. Assalomu alaykum. Bitta gai xodimi berib oralasizmi? Mana u nimada qanaqa больница edi bu? Respublika sud tibbiy ekspertizasi ilm. Tuman qanaqa bet? Tuman qanaqa ekan? Tuman Olmazor ekan. Yo'q, PPS xodimlari kelib, bu yerda hozir menga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman deyapti, lekin bu yerda u qoidabuzarlik qilinmaganini men aytsam ham bular tushunmayapti. Yo'l harakat qoidasini tushunmaydi bular baribir. O'shuning uchun bitta xodim beringlar bizga, mana shu ishimizga aniqlik kiritib bersin. Qoida buzyapsan deyapti. Men qoida buzmaganimni qonunan dokazat qilib beryapman bularga, lekin bular tushunmayapti yo'l harakat qoidasini. Shunga menga bitta gai xodimi kerak bu yerga. Ha, post patrul xizmati. To'xtab turgan joyimda, ha, qoida buzib turibsan deyapti. Bayonnoma rasmiylashtiraman deyapti. Men unga aytyapmanki, men qoida buzganim yo'q deyapman, chunki men yo'l harakat qoidasini yaxshi o'qiganman-da, men yaxshi tushunaman. Ayblayapti. O'shanga bitta YPX xodimi bering, bo'ldi, menga boshqa ishtima kerak emas. Ha, bo'ladi, ha. Да честнее. Бля. А честно. Biz shunaqa joyda turibmanki, men hozir mana shunaqa joyda turibman mana. Mana shu bekat deyapti. Bekat deyapti, lekin bekatligini nima bilan siz dokazat qilasiz buni? Nima bilan tasdiqlaysiz buni bekatligini deganimda hech nima bilan emas ekan, bu prosta mana shu bekat ekan xolos bo'ldi. Bu yerda na bir 512 yo'l belgisi bor, na bir boshqa bor. Kelyapti, menga bayonnoma rasmiylashtiraman deyapti. Keyin men noqonuniy rasmiylashtiryapsiz degan vaqtimda bular men ketib borishdi. Chunki men bu yerda yo'l harakat qoidasiga qarab turib, ko'chani boshiga borib qarab keldim, to'xtab turish uchun taqiqlovchi birorta belgi bormikin deb. Lekin unaqa belgilar hech nima yo'q edi bu yerda. Men o'shuning uchun qo'ydim bu yerga mashinani.